Quyosh qilari jiz. Bugun obzorimizda Sega 9 Pro avtomobilimiz ko'rib turganingizdek 2 litrlik turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Shuningdek, rasxodlariga keladigan bo'lsak, o'rtacha 8,3 litr rasxod, ya'ni dальний trassaga esa 6-7 litrgacha qisqarib ketish ehtimollar bor. Balon razmerimizga keladigan bo'lsak, azizlar, bu 20 radiuslik balon diskada bo'ladi, ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham chiroyli Maybach stilda ishlangan bo'ladi bu diskalar ham. Oldi svetodiod farasi, kuzovini o'zi отдельный tema. Shuningdek, tog'li hududga borganingizda, misol balandroq yoki shahar ichida yuradigan bo'lsangiz, birinchidan navbatda chiroyli tashqi ko'rinish bilan ancha o'zini odamlarni o'ziga jalb qiladi. Tog'li hududlarga borganingizda tagi ham, klerens ham yerdan anchagina balandda joylashgan bo'ladi. Ko'rganingizdek, ya'ni hech qanaqa muammosiz tog'li hududga, oilaviy sayohatlarga ham juda mazza qilib ketishingiz bo'ladi. Shuningdek, buni ko'rishingiz mumkin, beskutcha dostuplari ham mavjud. Salonga bemalol kirishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, mana shunaqa chiroyli obshivka va chiroyli salon kutib oladi sizni, polni komfortga ega bo'lgan avtomobil. Menga eng yoqqan tarafi buni yana plus bu avtomobilimizdan beri massaj sistemasini qo'shsangiz ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Va sidenani o'zi ham muzdekini qilib turadi. Bularda obduf, obogrev sistemalari ham mavjud. Va eng muhimi, obshivkalarga alohida e'tibor qaratishingizni so'rayman. Mana bu yerda sidena legirovkalarimiz ham mavjud mana. Sidenamiz harakatlanyapti o'zi. Ko'rishingiz mumkin mana. O'sha tomonlar zo'r. Yana zo'r tomoni, rol tomonidan to'liq ma'lumotlarni berib o'tay, keyin orqa tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Uloyim, menga ham bitta nasib qilsin, shuningdek tanishlarimga, do'stim bilan bir xil qilib minaman, yoki aka-ukam bilan bir xil qilib minaman deganlar bitta like va shuningdek kommentariy yozib tanishlaringizga yuborib qo'ying. Va eng muhim, bizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Tak. Qulay tomoni menga yoqqani birinchi navbatda bu Sega 9 Pro ni mana bu o'ng tomonda skorost rechagi joylashgani bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta zavod qilib ham ko'rsatib beraman, mayli, obunachilarimizga muammosi yo'q. Bismillah. Mana. Tablolarga ham alohida e'tibor qaratishni so'raymiz. Rullari. Skorostlari ham udobni solinadi. Bu chekkadan skorost solinishi qanday ko'rinadi? Misol uchun men telefonda gaplashib ketayotgan bo'lsam, taxminiy. Mana. Udobni pоворotga qo'shaman. Skorost qo'shmoqchi bo'lsam, mana. Drive rejimiga olaman. Отдельно заднийga olmoqchi bo'lsam, bitta qo'lni o'zida juda ham udobni bo'lgan manyovrga solib haydab ketsam bo'ladi. Ya'ni harakatlanishim juda ham udobni. Bu deganim endi albatta birinchi o'rinda xavfsizlik qoidasiga rioya qilish kerak azizlar. Lekin haydashga prosta qulayligini ko'rsatyapman. Bu yerdan birondan uzr so'rash maqsadida yoki kimgadir rahmat aytmoqchi bo'lsam, avarinkaga mana bu yoqqa surilish shart emas. Mana bu yerni o'zidan qo'shsam bo'ladi. Mana rahmat. Stop. Konditsioner masalasi bo'yicha ham bemalol mana bu yerdan qo'shib o'chirsangiz ham bo'ladi. Nashat bu yerda rejim vojдения. Rejim standart. Standart rejimlari bor. Sport rejimlari. Rejim снег. Mana. Rejim gрязь. Mana. Xohlagan rejimga qo'yib haydashingiz mumkin. Juda ham udobni bo'ladi. Rejim 4x4. 4x4 rejimi ham qo'shiladi. Rejim эко. Bu ekonom rejim. Shaharda juda ham rasxodingizni ekonomik qilib yuradigan rejimlardan bittasi. Skorostlarim boshqacha narsa. Tak, endi orqa tomonning obzoriga keladigan bo'lsak. Tak. Bismillah. Mana ham orqasi juda ham mazza, zo'r haydab ketsangiz bilan, ayniqsa davlat ishida ishlaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham avtomobilimiz zo'r tushadi deb o'ylayman. Tak. Bismillah. Orqa tomoniga o'tirganingizda juda ham sezana o'zi yotqizilgan holatda turibdi. Oldinda kimdir sizga xalaqit qilishi mumkin, oldindan ketayotgan odam, uni sejanasini mamnun qilib surib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sizga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa. O'shandan keyingi mana o'zida sejanangizda ham legirovka qilsangiz bo'ladi mana. O'tirgan sejanangiz oldinga orqaga yuradi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Opa. Mana bunaqasiga. Keyin bunaqasiga ham orqaga ketadi. Mana. Bor-yo'q mana shu ikkita knopkadan boshqaryapman. Oynani knopkasi mana bu yerda bo'ladi mana. Tushirib ko'tarishlari. Yana mazza qilgan tarafini bilasizmi nima? Bu yerda konditsionerning o'zi
o'rta stoykaga ham qo'yilgani alohida o'zimga yoqdi to'g'risi. Bu yoqdan ham keladi. Ko'pincha men bu yerdan o'zidan kelishi menga kamlikdek tuyulardi. Mana bu yerdan yana qo'shimcha konditsioner qo'ygani ham juda ham zo'r bo'ldi. Pishalkalar ham juda akkurat ishlangan. Bu yerda 3-zona klimat kontrolini boshqarib ketsa bo'ladi. Bu ya'ni orqa o'rindiqlarni isitish, sovutish sistemalarini boshqarib ketish va konditsionerlarni boshqarishingiz mumkin. Shuningdek, ikkita qo'shimcha bitta USB charger port bor, plus bitta Type-C charger port bor. Bemalol telefonni zaryad qilib ketsangiz bo'ladi. O'zimcha men ham olibtalarda gapirib yordim, o'zimcha hech narsani bilmayman, просто gapirib qo'ydim. Telefon zaryad qilish uskunasi. Xolos, mana bu yerga kofe ichib ketishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, muzdekkina mojito hozirgi kunda. Ichib bo'lgandan keyin, misol bakarishkani akkuratni olib qo'yib, mana bunday yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yangam orqaga o'tirish mumkin. O'zingiz qo'lingizda qanaqadir siqib qo'yish mumkin. Mana tillo zanjirlaringiz yoki qanaqadir nima haligi narsalarni mana bu yerga qo'yib qo'ysangiz, akkuratda saqlanadi. Hech ko'ziga uncha tashlamaydi. Olib akkuratni yig'ishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz tushirib bemalol suyanib ketishingiz ham mumkin. Mana shuni yorug' kunlarda ham patologni qoraligan bitta plus tomoni ko'zingizdan og'ritmaydi. Ya'ni quyosh nuri salonga tushib, saloningiz patologi oq bo'lgandagina ko'zingizga quyosh nurlari zarralar bir-biriga urilib ko'zingizda qanaqadir charchashiga sabab bo'la olmaydi. Tayyor qora holatda olib endi patologni qorattirishga hech qanday o'rin yo'q. Avtomobilimizda shuningdek xavfsizlik yozuvchilari 8 ta. Sizda xavfsizligingiz ham birinchi o'rinda ko'zda tutilgan. Ya'ni rulda, torpedada, o'rta stoyka, orqa stoyka, sijenalarda mavjud. Endi orqa bagajga keladigan bo'lsak, orqa bagajni hozir obzorimiz bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Yo, bismillah. Tak, sim ochil desangiz ham kifoya yokida gapirishga xolis bo'lmaydigan bo'lsa, qo'lingiz bilan ochishingiz ham mumkin. Ko'rishingiz mumkin, mana orqa tomonimizga biz mana shunday shtorkasini o'zini yig'ib qo'yganmiz. Mana bunga keladigan bo'lsak, bu hali shu belga kiyadigan narsasi. Xolos, hazillashdim, men to'g'risi bilmayman nimaligini. Tak, mana bu orqa tomoni polni 7 kishilik sijeniya bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu o'zimizda mana bu shtorkamiz bo'ladi. Bemalol mana bu yerga yuk joylashtirmoqchi bo'lsangiz, sijenani oldinga orqaga ligorovka qilishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, o'zi qanaqa yig'ishtirilyapti. Mana akkuratni yig'ib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hech narsa tegganmi? Bir marta bosib qo'ydim, bo'ldi. Ro'zg'orligim uzun bo'ldi, sijena sal surilgan desangiz ham, o'zi shunaqa akkuratni o'zini yig'ib qo'yadi. Bordi nimaga tegayotgan bo'lsa, akkurat o'zi qaytadi. Tak, endi mana buni bunaqa qilib qo'ysak, bunisi yig'ishtiriladi. Xuddi shunaqa oldi nimasini tushirish kerak, uning uchun polni yochishni, ya'ni oldindagi sijenani sal surish kerak. Xuddi shunaqa tartibda bo'ladi azizlar. Ko'rib turganingizdek, orqa sijenani yotqizganimiz mana shunaqa poliklarimiz ham bor, juda ham chiroyli tartibda olib ketishingiz mumkin. Va bu albatta azizlar, mana bu kim nima deb biladi? Bu kamon deydiganlar plus belgisini qoldiring, bu o'zini shtorkasi deydigan minus qoldirsin. Bu o'zini pardasi bo'ladi azizlar. Akkuratni qo'yib qo'ysak. Bunaqa eng zo'r qulay tartiblar faqat bizlarda bor. Ya'ni Cherry, Ademaster, Samarqand yangi ariq, yangi zapchast bozorida joylashganmiz. Kesalaringiz bemalol avtokredit, рассрочка, naqd to'lov asosida, leasing to'lov asosida, перечисление. Xullas hozir bitta rahmatga ham salkam mashina berib yuboryapmiz degan bo'ladi. Kelib o'z mashinangizni olib ketishingiz mumkin.